O'quvchilar 24-paragraf. Xo'p, chizim tenglamalar sistemasiga doir masalalardan namunalarni ko'rsatishni boshlaymiz. Birinchi masala. Kinoteatrning bir kassasida ikkinchi kassasiga qaraganda 86 ortiq bilet sotildi. Qaranglar, kinoteatrga ikkita kassa bor ekan. Birinchi kassa, ikkinchi kassa. Bizga aytibdi, kinoteatrning bir kassasi ikkinchisiga qaraganda 86 ta ortiq. Birinchi kassaga nechta sotilganini bilmayman, x deyman. Ikkinchisiga birinchisidan 86 ta ortiq. Ya'ni x plus 86 bo'ladimi? Xo'p, sotildi. Agar hammasi bo'lib 792 ta, demak, ikkalasiga jami 792 ta bilet sotilgan bo'lsa, har biriga qancha sotilgan? Birinchi kinoteatrda x edimi? Plus ikkinchiga ana bu x plus 86, ikkinchisiga ana shuni qo'shsam 792. Bu yerdan 2x ayirish bo'lib o'tadimi? Xo'p. 710 demak x teng 358. 700 to'g'ri, 353. Birinchi kassada 353 ta, ikkinchisiga 86 ta ziyod. Tushunarlimi? Xo'p, farqi yo'q. Farqi yo'q. Qaysini ko'pligini aytmaganda, bir kassasida ikkinchisiga nisbatan degan. Shuning uchun birinchisiga 86 ta ziyod desang ham hech nima farq qilmaydi. Demak, aytganda shartiga shuni aytdim. Uchinchi, ikkita ishchi 86 ta detal tayyorladi. Birinchi ishchi ikkinchisiga qaraganda 8 ta detal kam. Demak, birinchi ishchi, ikkinchi ishchi. Birinchi ishchini x deb olsam, ikkinchi ishchidan 8 ta kam. Demak, ikkinchisi 8 ta ko'p ishlaganmi? To'g'rimi? X plus 8. Ikkalasi bir bo'lib 86 ta yasabdi. Ana, hozirgi masalaga o'xshaydi. X qo'shilgan 8 teng 86, 2 ko'paygan x teng 76, x teng ayirish bo'lib o'tmaydi. To'g'rimi? 78 bo'ladi. 78, x to'pishi 78 2 ga bo'lsam 39. Tushunarli? O'rniga aytib qo'yamiz. Birinchisiga 39 ta, 47 ta to'g'ri. 158 kitobni 3 ta tokchaga. Demak, kitob javoni bor. 3 ta etajdan iborat. To'g'rimi? 3 ta etajdan boshini ko'taradi. Xo'p, birinchi, ikkinchi, uchinchi. Jami uchalasiga 158 ta kitob bor ekan o'quvchilar. Demak, 158 ta kitobni raq qilib terib qo'ygan. Birinchi tokchada ikkinchi tokchadan 8 ta kitob kam. Birinchi tokchaga ikkinchisidan 8 ta kam. Buni x desam, bu x plus 8 bo'ladimi? Ikkinchisini kitobi 8 taga ko'p bo'lish kerak. Xo'p, yo'qda, birinchi tokchaga ikkinchisidan 8 ta kitob kam. Agar birinchi tokchaga 10 ta bo'lsa, ikkinchi tokchaga nechta bo'ladi? 18 dan 8 ta kam, demak to'g'ri. Xo'p, va uchinchi tokchadan 5 ta kitob ortiq. Uchinchi tokchadan birinchisi 5 ta ortiq bo'lsa, bu x minus 5 bo'ladi. Bo'ldi, yana tenglama. Birinchi tokcha x, ikkinchi tokcha x plus 8, uchinchisi x minus 5. Uchalasini qo'shsam nechini berish kerak? 158. Ishlaymiz. 3 ta x teng 153 bo'ladimi? X teng 153 ni 3 ga bo'lsam 51. Birinchi tokchaga 51 ta, ikkinchi tokchaga 51 ga 8 ni qo'shinglar. 59 ta, 51 dan 5 ni ayrsam 46 ta. 6-chi masala. Siz 3 ni ayirmaysizmi? 5 Qaysi? 8 ayirdim. 8 ham bor. Ha. Bu yerda 8 ham bor ekan. 8 dan 5 ni ayrsam 3, bu necha bo'ladi? 155 bo'ladi. Xo'p, 155 ni 3 ga bo'lib bo'ladimi? 155 ni 3 ga bo'lsam, 51.3 dan 153 2 qoldiq bo'lar ekan. Demak, xo'p, bizga aytadi 158 ta kitobni 3 ta tokchaga, birinchi tokchaga ikkinchisidan 8 ta kitob kam, birinchisiga ikkinchisidan 8 ta kitob kam va uchinchi tokchadan 5 ta kitob ortiq qilib joylash mumkinmi degan. Bizga hozirdan beri kasrlik son chiqdi. Demak, mumkin emas. Unaqa qilib bo'lib bo'lmaydi. Xo'p, ana bu yerda hozir 8 ni ko'rmaganimiz uchun ana bu javoblarimiz kelib chiqdi. Bular demak xato bo'lar ekan. Bunaqa qilib joylab bo'lmaydi ekan. Kasrlik chiqdi degani bitta kitobni 3 bo'lak qilib bo'lmaydi-da. Tushunarli? Butun son chiqaydi, qilib bo'lasiz. 9-masala. Xo'p, 9-masalaga birinchi brigada ikkinchisidan 2 marta ko'p ishchi bor. Birinchi, ikkinchi. Buni birinchi brigadada ikkinchisidan 2 marta ko'p. Demak, buni x desam, bu 2x. To'g'rimi? Xo'p, xo'jalik hisobiga o'tish natijasida birinchi brigada ishchilar 5 kishiga kamaydi. Birinchisidan 5 kishini haydadilar ishdan. 5 kishi ketdi.
Demak, 2x minus 5 bo'ladimi? Xo'p, ana endi ikkinchi brigada ishchilar esa 2 kishiga kamaydi. Ikkinchisidan nima aytibdilar? Ikkinchisiga x edi, minus 2 ta ketdi. Agar xo'jalik hisob o'tgandan so'ng birinchi brigada ishchilar soni ikkinchisidan 7 taga ortiq, ana buni ishchilar soni bundan 7 taga ko'p. Demak, hozir o'quvchilar bitta varianti bor. Bu tenglamani ishlashdi. Bu tenglamani ishlashdi, bu misolimizni ishlashdi, ikki xil varianti bor. Mana bu birinchi brigadani ishchilarimi? Bunisi ikkinchi brigadani ishchilarimi? Bizga aytibdi, xo'jalik hisobi o'tgandan keyin bundan 5 ta haydaldi, bundan 2 ta haydaldi. Shundan keyin deyapti, ana buni ishchilar soni bunikidan 7 taga ziyod bo'ldi. Buni ana bundan 7 ni ayirib tenglasam ham bo'ladi yoki ana bunga 7 ni qo'shib tenglasam ham bo'ladi. Tushunarli? Men ikkinchi variantini ishlayman mana. 2x minus 5 teng x minus 2 plus 7. X liklarni chap tomonga o'tkazsam 2x minus x teng 5 yo'qqa plus bo'lib o'tadimi? 5 minus 2 plus 7. Demak x teng 10 bo'ladimi? Demak, avval birinchisiga 20 ta bo'lgan, bunisiga 10 ta bo'lgan. 20 tadan 7 ta ketsa, 5 ta ketsa nechta qoladi? 15 ta. 10 tadan 2 ta ketsa nechta qoladi? 8 ta. 8 15 dan 7 taga kammi? To'g'ri ishladik masalan. Xo'p, 12-masala. Savatda yashikdagidan 2 marta kam uzun bor. Savat bilan yashigimiz bor ekan. Savat nimaligini bilasizlarmi? Nima? Savatda, xo'p. Savat bilan yashigimiz bor. Savatda deyapti, yashikdagidan 2 marta kam uzun bor. Demak, savatda x, yashikda 2x da 2 marta ko'p. Xo'sh, savatga yana 2 kilogram uzun qo'shildi. Savatga plus 2 kilo. X plus 2 bo'ldi. Xo'p. Undagi uzun yashikdagi uzundan yarim kiloga ortiq bo'lib qoldi. Yarim kiloga ortiq bo'libdi ana bu savatdagi yashikdagidan yarim kiloga ortiq. Demak, bunga yarimni qo'shsam, ikkalasi nima bo'ladi? Teng bo'ladi ana. 2x dan hozir x ayriladi, x qoladi. 2 dan yarim ayrilsa 1,5. Avval savatga necha kilo bo'lgan? 1,5 kilo bo'lgan. Bunga 3 kilo bo'lgan. Tekshirib ko'rsam, savatga 2 kilo qo'shsalar 3,5 kilo bo'ladimi? 3 kilodan qanchaga og'ir? Yarim kiloga og'ir. Tushunarlimi? Xo'p, mana shunday tenglama qilib ishlaysiz misollarni. 15-misolimiz. Ikkita qopning har biriga 50 kilogramdan shakar bor. Ikkita qopimiz bor. Qop, shakar qopini tasavvur qilamiz. Qopga to'la shakar turibdi. Shakar yeysizlarmi? Ko'p yemanglar, zarar bu. Xo'p, ikkita qop to'la 50 kilodan shakarimiz bor. Bizga aytibdi 50 kilo oladi shakarning qopi. Xo'p, birinchi qopdan ikkinchi qopga qaraganda 3 marta ko'p shakar olingandan so'ng, xo'p, birinchisiga ham 50 edi, ikkinchisiga ham 50 edi. Yaxshilab diqqat qilib o'qish kerak arkadaşlar. Birinchi qopdan ikkinchisiga olinganiga qaraganda 3 marta ko'p shakar olingan. Bundan x olingan, bundan 3x olingan. 3 marta ko'p debdi. To'g'rimi? Olingan degani uchun nima qildik? Ayirdik. Xo'p, ana endi. Birinchi qopdagi ikkinchisiga qaraganda 2 marta kam shakar qoldi. Demak, birinchi qopda 50 minus 3x qoladi, ikkinchi qopda 50 minus x. Ana bu bundan 2 marta ko'p ekan. Demak, ana buni 2 ga ko'paytirsam, nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Qavsdan o'chib chiqishimiz kerak. Demak, 50 kere 2 100 minus 3x kere 2 6x teng 50 minus x. 50 bu yoqqa ayirish bo'lib o'tadi. 100 dan 50 ni ayirsam 50 tenglik 6x bu yoqqa 5x bo'lib qoladi. X teng 50 ni 5 ga bo'lsam 10. Tekshirib ko'ramiz. Bundan 3 kere 10 30 kilo olsam 20 kilo qoldi. Bundan 10 kilo olsam 40. 2 martaga farq qilibdimi? Ko'rsizlar, masalan, to'g'ri ishladik. Ana shunday tekshirish vaqti aniq bo'ladi. O'quvchilar do'stkan ko'chirib olamiz to'liq. 18-misol. Uchburchakning perimetri 44. Bitta uchburchak berilgan ekan o'quvchilar ana. Perimetri 44 sm. Bizga aytibdi. Uchburchakning tomonlari biri ikkinchisidan 4 sm qisqa. Ana, bittasi x bo'lsa, ikkinchisi x plus 4. Va uchinchisidan 2 marta uzun. Ana bu uchinchisidan 2 marta uzun. Hop, undan ko'ra uchinchisini biz x deb olsak,
Uchinchisini x deb bo'lsak, ana bu 2 marta katta bo'lsa, 2x bo'ladimi? 2 marta katta deganmi? Ha, 2 marta uzun degan. 2x bo'ladi. Demak, bu 2x + 4 bo'ladimi? Ana buni aytib bizga aniqroq javob chiqadi. Bizga kasrlik bo'ladi. Ana endi shu uchala tomonni qo'shsam nimani beradi? Parametrini beradimi? Demak, 2x + 4 qo'shilgan 2x qo'shilgan x 44. 5x + 4 teng 44. Bu yerdan 5x teng 40 bo'ladi. X teng 8. Demak, mana pastdagi kichik tomon 8, bu tomon 8 kare 2 16, 16 ga 4 20. 20 da 36 44. Tushunarli? Bitta tomoni 16, bitta tomoni 8, bitta tomoni 20 ga teng. Xo'p, 21-masala. Tokar yangi kesik ishlatib 1 soatda normadagidan 4 ta ortiq detalni yo'ndi va shuning uchun kunlik normal 8 soatda emas, 6 soatda bajardi. Tokar bir kunda norma bo'yicha nechta detal yo'nashi kerak? Xo'p. Bitta tokar bor, metal bilan ishlaydi. Xo'p, kuniga yangi kesik ishlatdi, ya'ni yangi kesaykon apparati bilan normadan 4 ta ortiq detal tayyorladi. O'zi norma bo'yicha bir kunda x ta taxlash kerak edi. Bu bir kunda x + 4 ta taxladim, 4 ta ziyod taxladi. Misol uchun, Obijon 10 ta taxlash kerak bo'lsa kuniga, bu nechta taxladi? 14 ta taxladi, 4 ta ziyod taxladi. Nimaga? Apparatini yangi qilgandan keyin tezroq ishlatishni boshladi. Ana endi kunlik normani 8 soatda emas, 6 soatda bajardi. Tokar bir kunda norma bo'yicha. Ha, avval bir kunga x tadan 8 soat ishlagan. Endi shu normani necha soatda bajardi? 6 soatda. Demak, avval 8 soat har biriga x tadan chiqargan bo'lsa, endi 6 soat ishladi har biriga x + 4 tadan. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsam, 6x + 24 bo'ladi. 6x ayrish bo'lib o'tsa, 8x - 6x teng 24. 2 kare x teng 24, x teng 12. Avval demak, har kun nechtadan taxlagan bu? 12 tadan taxlagan. Endi 16 tadan taxlashni boshlagan. 4 ta ziyod taxlagan. Bizga savol bergan, xo'p, nechta detal yo'nish kerak edi? Demak, avval norma bo'yicha nechta yo'nish kerak edi? 12 ta. Hozir har kuni 16 tadan yo'ngan. Sababi apparatini yangi qo'ygan. 24-masala. Ishchilar brigadasi plan topshirishni ma'lum muddatda bajarish uchun kuniga 54 ta detal tayyorlash kerak edi. Bitta brigada, katta brigada kuniga 54 ta detal bir kunga. Bularga norma 54 degan. Bular nima qildi? Brigada kuniga 6 ta detal ortiq tayyorladi. Demak, bir kunga bular nechta tayyorladi? 6 ta ortiq bo'lsa. 60 tami? Ana, misol uchun 3 ta o'quvchini aytdim. Sen uchalang dedim, kuniga 54 ta tayyorlaysan dedim. Yo'q ustoz dedi. Bular aytdi, biz ishni oldinroq tugatamiz, ko'proq ishlaymiz dedi. Kuniga nechta taxlaymiz? 60 ta taxlayveramiz sizga deyapti. Ana endi aytibdi, brigada kuniga 6 ta detal ortiq tayyorlab, planni bir kun oldin bajarib qolmay, plandan tashqari 18 ta detal tayyorladi. Brigada necha kun ishlagan? Zo'r savol. Qaranglar, avval 54 ta ko'paytiramiz har x kunga. Misol uchun 10 kun, 12 kun, har kun nechtadan taxlagan? 54 tadan. Endi bular 60 tadan taxlab bir kun oldin bo'libdi. X - 1 bo'ladimi? I plus 18 ta ziyod taxlabdi. Ana bundan 18 ta ziyod. Demak, bunga 18 ni qo'shsam ikkalasi nima bo'ladi? Teng bo'ladi. 54 ko'paygan x plus 18 barobar 60x men ochib chiqaman. Ko'paytirib -60. 60x dan 54 x ayriladi. 6x bu ikkalasi qo'shiladi 78. Demak, x teng 78 ni 6 ga bo'lamiz. Javob 13. Ana endi bular 13 kun ishlash kerak edi. Har kuni nechtadan? 54 tadan. 54 tadan yasash kerak edi. Bular 12 kun ishladi, bir kun kam ishladi. Plandan 18 ta ziyod yasab berdi. Tushunarlimi? Xo'p, demak, 24 dan keyin 27-masala. Xo'sh, agar 2 yil avval akasi singlisidan 2 marta, 8 yil avval 5 marta katta bo'lsa, akasi necha yoshda, singlisi necha yoshda? Agar 2 yil avval akasini 2 nomalni tenglama qilamiz. Aka singil.
Akasi x, singlisini y deymiz. Bo'ladimi? Ikkalasining yoshi har xil-ku. Shuning uchun x, y deb bo'ldik. Agar 2 yil avval x minus 2, y minus 2. To'g'rimi? Xo'p, jasmini yozaman. Akasi singlisidan 2 marta katta. Demak, ana bu singlisining yoshini 2 ga ko'paytirsam, ikkalasi nima bo'ladi? Teng bo'ladi. 8 yil avval deyapti. Demak, x minus 8, y minus 8. 5 marta katta bo'lgan ekan. Uni 5 ga ko'paytirsam nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Ana sistema. Sistemani ishlab bilasizlar? Xo'p, bu yerdan x ni ham topamiz, y ni ham topib bo'ladi sistemadan. Ikkita noma'lumli sistema o'tgan darsimizning mavzusi. Xo'p, 30-masala. Ketma-ket 5 ta natural sonning yig'indisi 5 ga karraligini isbotlang. A'si. Ketma-ket kelgan 5 ta ixtiyoriy natural son 5 ga bo'linishini isbotlanyapti. Xo'p, misollar yordamida ko'rsak ham bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5. Yig'indisi necha bo'ladi? 15. 15. 5 ga bo'linadimi? Ha, 13. Bo'linadi. Keyingisini ko'ramiz. 11, 12, 13, 14, 15. O'quvchilar, oxirgi raqamlarni qo'shib chiqinglar. 1, 2, 3, 4, 5 bo'ladimi baribir? Qo'shib chiqsa oxiri 15. 5 bilan tugayaptimi? Demak, nima bo'ladi? 5 ga bo'lingan bo'lsa nima bo'ladimi? Buni isbotladik. B'si. Ketma-ket 4 ta to'q sonning yig'indisi 8 ga bo'linishini isbotlang. Ketma-ket 4 ta to'q son. Misol uchun 3, 5, 7, 9. Buni aytibdi. Xo'p, ana shularning yig'indisi to'q son nima edi deysizlar? To'q sonlarni bilmaysizlar? 27. Juft sonlar 2, 4, 6, 8, 10. Yo'q, Birinchi sinf bo'ldi. Xo'p, ha, xato yozganlar. 8, 16, 17, 24 mana. 8 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Xo'p, istalgan to'q son uchun bajarib ko'rsak bo'ladi o'quvchilar. Doskaga yozib olamiz. Qolgan misollarni yana ko'rishni boshlaymiz. Bajar.